Bloger va Vayner Zebo Rahimova haqida turli xabarlar tarqaldi. Bu xabarlar qanchalik haqiqatga yaqin ekanligini siz bilan aniqlashtiramiz. To'y o'zi bo'ladimi? Zebo Rahimova nimalar haqida gapirib berdi? 70 ming dollarni sayohatga sarflab yubordim. Vayner Zebo Rahimova 200 ming so'mlik gonorardan yirik brendlar bilan hamkorlikkacha bo'lgan yo'li haqida. Yosh va iste'dodli aktrisa hamda Vayner Zebo Rahimova YouTube'dagi Interview TV kanaliga katta intervyu berdi. Suhbat davomida Instabloger kino olamiga kirib kelishiga ota-onasi qarshi bo'lgani sababli dastavval jurnalist boshlovchi bo'lishini aytib, ularni ko'ndirgani, professional aktrisalikdan qanday qilib blogerlikka o'tib ketgani hamda 28 ta davlatga uyushtirgan sayohatlarga taxminan 70 ming dollar sarflagani haqida so'zlab berdi. Haqiqiy ismim Zebo emas, Zebiniso. Haqiqiy ismim Zebiniso. Ismim qo'yilishining kulgili tarixi bor. Aslida Munisa bo'lishi kerak bo'lgan. Oyimning ismlari Mohira. Qaynona-qaynotalari o'zingiz ism qo'yavering deyishgan. Shuning uchun onam o'z ismlariga o'xshash bo'lgani uchun Munisa qo'yaman deb niyat qilgan ekanlar. Tug'ilganimdan so'ng onam shifoxonada ekanliklarida bobom guvohnomamni olishga borganda nima ism qo'yilishi eslaridan chiqib qolgan. O'ylab hech topolmagan ekanlar. Shunda o'sha yerdagi bir opa bobomdan onasining ismini so'rab, shu ismni qo'yishni maslahat bergan. Navbatda turganlarni kuttirmaslik uchun bobom ham mayli shu ismni yozib qo'yavering, nima deb chaqirishsa o'zlari biladi degan ekanlar. Shundan so'ng oyim yig'lab bobomdan arazlab qolgan ekan. Shu bilan Zebiniso bo'ldim. Ismim o'zimga juda yoqadi. Ma'nosi ham chiroyli. Ota-onam olib bergan Spark'ni to'ylarda boshlovchilik qilib, Gentraga o'zgartiraman deb o'ylardim. Ko'pchilik orzularimga yetishish uchun ularni qayta tasavvur qildim. Orzular xaritasini tuzib chiqdim deydi. Men bunchalik orzu qilolmasdim. Alloh o'ylaganimdan ham ancha ko'prog'ini berdi. Ish boshlashimdan oldin ota-onam haydovchilik guvohnomasini olganimdan so'ng bo'lib to'lash evaziga Spark sovg'a qilishmoqchi bo'lishgan. Taxminan niyatimiz shunday edi, chunki u paytda bloger bo'lish niyatim yo'q edi. Aksincha, hech qachon bloger bo'lmayman derdim, chunki bizlarga institutda boshqacha tarbiya berishardi. Blogerlarni juda yomon qilib ko'rsatishardi. Ular professional emas, bu kasbning kelajagi yo'q deyishardi. Shuning uchun men aktrisa bo'laman, so'z boyligi oshirib to'ylarda boshlovchilik qilaman. Shu orqali daromad qilib uyimdagilar olib bergan Spark'ni Gentraga almashtiraman deb o'ylardim. Lekin Alloh kutganimdan-da ortig'ini tayyorlab qo'ygan ekan. Hali haydovchilikka o'qimay turib, birinchi marta 19 yoshimda o'zim uchun Kia xarid qildim. Undan keyin ota-onamga ham mashina sovg'a qildim. O'zim uchun Merz olganimga ham 1 yil bo'lib qoldi deydi aktrisa. Eng katta shartnomamizni uy quruvchi kompaniya bilan tuzganmiz. Zebo Rahimova birinchi marta reklama uchun olgan gonorarni eslar ekan, o'sha paytda bu jarayon o'zi uchun juda hayratlanarli bo'lganini aytdi. Boshida telenovellalarga 200 ming so'mdan chiqar edim. Keyin 300 ming bo'ldi. Shu bilan oxirgi ishtirok etgan telenovellam uchun 1 million olganman. Shundan buyon deyarli 2 yildirki filmlarda rol ijro etmadim. Bunga vaqt ham bo'lmayapti. Birinchi katta gonorarim Tilla do'konining reklamasida bo'lgan. O'shanda ijtimoiy tarmoqda stories orqali reklama qilish narxini 50 dollar etib belgilab qo'ygandik. Shunda qo'limizga 600 ming so'm tekkan. Keyinchalik texnika buyumlari bilan shug'ullanuvchi do'kon bilan shartnoma imzolaganmiz. Oyiga 12 video ishlash evaziga 1200 dollar olardim. Shundan so'ng shampun ishlab chiqaruvchi kompaniya bilan oyiga 15 ming dollarlik kelishuv qildik va shuncha daromad topa boshladim. Shu vaqtga qadar olgan eng katta gonorarim uy bo'lgan. Bitta shartnomada 2 ta uyga kelishilgani uchun juda xursand bo'lganman. Xuddi shu uy quruvchi kompaniya bilan ikkinchi marta ham shu asosda shartnoma tuzdik. 2 ta deyishimizga sabab biz 2 kishimiz. Umid aka bilan topgan pulimizni teng 2 ga bo'lishamiz. 50 ga 50 deydi u. Birinchi rolimni ijro etganimda talaba emas edim. Institutga qabul qilinish uchun 1 yil davomida aktyorlikdan dars olganman. Birinchi ustozim Zahro Mirzayeva bo'lgan. Ular Folbin serialining bosh qahramoniga kasting e'lon qilingani haqidagi xabarni yuborgan. Tashkilotchilarga yozganman, rasmimni jo'natganman, borganman. Bosh qahramon roliga tasdiqlab kinodagi birinchi faoliyatimni shu loyihadan boshlaganman. 42 qismli serial men uchun juda katta tajriba bo'lgan. Suratga olish jarayonlaridan tortib montajigacha kuzatardim. Dublyajida ham ovozim yoqimsiz eshitilmayaptimikan deb qayta eshitib chiqardim. Ushbu serial menga omad olib kelgan. Shundan so'ng tanila boshlaganman va telenovellalarga ham takliflar tusha boshlagan. Shuni ham aytib o'tishim kerak, bu serialdan pul olmaganman. Boshidan oxirigacha tekinga xizmat qilganman. Hatto ba'zi qismlari buvimning uyida ham suratga olingan. Buvim uylari to'zib ketganini aytib menga tanbeh bersalar ham bunga chin ko'ngildan rozi bo'lganman. Blogerlikni esa 2022-yildan boshlaganman. Blogerlar tashkilotiga borganda Umid aka bilan tanishdik va birga kontent
gaplari ishlay boshladik. Ota-onam 10 yil davomida aktrisa bo'lishimga qarshi bo'lishgan. Aktrisa bo'lishimga ota-onam, buvam hammalari qarshi bo'lishgan. 7 yoshimdan boshlab shu kasbni egallashni orzu qilganman. Bu haqida uydagilarimga aytsam unashmasdi. Ichimda shu qadar kuchli g'alayon ishtiyoq bo'lganki, bir kun ruxsat berishsa albatta mashhur bo'lib ketardim degan ishonch bor edi. O'shanda aktyor, aktrisa bo'laman deganlar ko'p edi. Minglab odamlar kastinglardan o'tolmasligini o'ylab ham ko'rmagan ekanman. Shular orasidan qanday qilib o'tib ketarkanman deb o'ylamaganman ham. Inson o'ziga shu qadar ishonsa, orzu-niyatlariga yetisharkan-da, deya eslaydi Insta bloger. Dadamga jurnalist bo'laman deganman. Aktrisalik kurslariga qatnay boshlashdan avval dadamdan boshlovchi bo'laman deb ruxsat olganman. Dadamga jurnalistlar tez mashhur bo'lib ketmas ekan. Mashhur aktrisa bo'lib tanilib olsam, keyin jurnalistikaga o'tib ketaman. Shundan keyin boshlovchilik qilsam hamma biladi. Ko'rsatuvlarga olishlari oson bo'ladi, to'ylarga chaqirishadi deganman. Shunday deb u kishini aktyorlik maktabiga borishga ko'ndirganman. Keyinchalik jurnalistlarni tayyorlaydigan maktab yo'q ekan. Aktyorlikda qola-qolay ikkisi ham o'xshash kasb-ku deganman. Rozi bo'lganlar. Boshida serial syomkalarida o'zlari ham qo'shilib men bilan yurganlar. Chunki aktyor va aktrisalar haqida har xil yomon gaplar eshitgan. Bu kasb egalarining intervyularini ko'rgan bo'lganlar. Shuning uchun o'zlari olib borib suratga olish jarayonlarini ko'rib turadilar. Keyinchalik dadamning kimgadir bundoq qarasam san'at odamlaridan toza odam yo'q ekan. Hamma o'zining ishini bilib qilib yuribdi. Hech kimning birov bilan ishi yo'q. Qolaversa ayollar ko'p bo'lar ekan deganlarni eshitganman. Shunday qilib keyinchalik qizim yomon kasb tanlamagan ekan deb tushunib ketganlar. Sayohatlar uchun deyarli $70,000 sarfladik. Shu vaqtga qadar 28 ta mamlakatga sayohat qildik. Safarlarimizning birinchisi Umra ziyoratidan boshlangan. Ota-onam bilan birgalikda borganman. Umumiy olganda $70,000 ni sayohatlarga sarflabmiz. Bu 2 kishi uchun, ya'ni men va Umid aka uchun sarflangan mablag'. Bu pulga taxminan 12-13 ta to'yni o'tkazsa yoki 4-5 ta avtomobil sotib olsa bo'ladi. Sayohat insonning dunyoqarashini oshirar ekan. Biz bilan faqat xotiralarimizgina qoladi, deydi Zebo Rahimova o'zining so'zining oxirida. Intervyu sizga ma'qul bo'lgan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'ling, like bosing va keyingi videoni kuzatishni ham unutmang. Videoning davomi albatta bo'ladi.